qon ko'paytirish muammo emas. Baraka topkurlar. Bitta oson usulini aytaman. Yana mana oshqovoq urug'ini mana yedira olmaysizlar. Suvni o'rniga, masalan, petrushka bor-ku, petrushkani urug'ini bir osh qoshiqni ezib 200 grammga, solib 200 gramm suvga solib bir 5 minut qaynating. O'shani ichirib qo'ying. 50 ichirib qo'ying. Qurtlarni shunday haydaydi. Petrushkani urug'i aytib qo'ying. Tushundingizmi? Keyin chesnokni, bir dona chesnokni hopting. Aytdingizmi? Bir dona chesnokni ezib turib, golovkasini 200 gramm sutga qaynating, yaxshilab ezilib turib. O'shani ham qo'shiqlab ichiring, ham yo'tali ketadi. Qarang, ham yo'tal ketadi, ham qurti tushadi. Undan keyin shamollashlar bo'lmaydi, immunitet ko'tariladi. Tushundingizmi? Hopting. Ana shunday qiling. Shirinlik yedirmang, yog'li yedirmay turing. Bu yoqqa ichgandan keyin ichini ham yurg'izib olish kerak, aytib qo'ying. Aytgandim, sari yog'ni yaxshilab yedirib olsalaringiz ham ichi ketadi yoki zaytun yog'ini. Endi bo'lsa qonni ko'paytirish, oddiygina shipovnik ichib yuringlar, shipovnik, ya'ni namatak. Bir hovuchini oling, mana shunchasini shunday oling, bir yarim litrga ezib turib solib damlab qo'ying. Damlab qo'yganingizdan keyin suzib olib, bir 5-6 soat tursin, suzib olib, asal qo'shib shuni ichiring, yosh, qari hamma ichsin. Buyrak, tosh, qum, tuz, yo'tal, po'tal, gripp, immunitet ko'tariladi, qon ko'payadi. Bir dunyo. Oddiygina bitta shipovnikni o'zi ko'zini o'yaveradi, uncha-muncha. Tushundingizmi? Bitta boring.